Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yoshlarda intervyu olayotgandik. Nechinchi yilsiz aka? 2003-yilmi? Ay, uzr, yoshlarda intervyu olyapti. Evet. Biz ham yoshmiz. Yo, 2003 уже yoshlik qomatda aka. Nimaga 2003-yil hali yosh va Beroni savol. Sizga qanaqa savol beraman? Ne Beroni? Ha, bo'pti, bolalardan nechta aka? Qanaqa bolalar? Uylanmaganman, hali yoshmiz-ku, nima deyapsiz? Aka 2003 universitetni bitirdi уже. Nima? 2003-yil institut bitirdim. Ha? Voy. Hozir nechinchi yil? Voy, bitiribmiz institutni. Men akadan savol so'raymiz. Aka, Ha? yoshlarda intervyu olyotgandik. Nechinchi yilsiz? 2007. Aha, Siz 2007-misiz? Ha, aka nima bo'lyapti? Ha? savol bera olaylik. Aka, qaysi universitetga topshirmoqchisiz? Universitetdami? Ha? Institutga topshiryapsizlarmi? Ya? Men shunchaki studentman yonidagi, usti boshimdan qimmat soati qo'lidagi